Assalomu alaykum, men ismim Barno Suleymanova. 9 yillik tajribaga ega oliy ma'lumotli shifokor diyetologman. Bugun siz bilan menimcha hozirgi kunda ko'pchilik ayollarda ham, erkaklarda ham kuzatiladigan muammo bu jinsiy yaqinligiga bo'lgan xohishni pasayib ketishi. Va hozirgi o'sha oxirgi paytlarda meni yonimga ham kelayotgan patsientlarimning ko'pchiligida aynan shu muammo libidani tushib ketgani bilan murojaat qilishyapti. O'zi nima sababdan libido, ya'ni jinsiy yaqinligiga bo'lgan xohish pasayib ketadi? Buni eng asosiy sababi gormonlardan. Va libidani tushib ketishiga eng katta sabab bo'ladigan gormon bu prolaktin gormoni. Prolaktin gormoni bu sut gormoni hisoblanadi. Bu prolaktin gormoni faqat va faqat emizikli va homilador ayollarda ko'tarilishi norma hisoblanadi. Lekin emizmaydigan ayollarda va ayniqsa erkaklarda umuman prolaktin gormoni ko'tarilib ketishi kerak emas. Agar prolaktin gormoni ayollarda ham erkaklarda ham ko'tarilib ketadigan bo'lsa, umuman jinsiy yaqinlikka bo'lgan xohish tushib ketadi, yo'qolib ketadi. Ana endi erkaklarda prolaktin gormoni oshib ketganini qatdan bilish mumkin? Erkaklarda prolaktin oshib ketadigan bo'lsa, testosteron gormoni, ya'ni erkaklik gormoni, eng lider gormoni tushib ketadi. Prolaktin oshdi, o'zi oshishi kerak emas, umuman erkaklarda-da. U oshsa, eng kerakli gormon testosteron, erkaklik gormoni tushib ketadi. Prolaktin gormoni erkaklarda oshganini qatdan bilish mumkin? Sochlari to'kilib ketadi, ko'kragi chiqadi, qorni chiqib ketadi, vazn qo'shadi, agressiv stressda bo'ladi. Ayollarda qanaqa bo'ladi? Ayollarda prolaktin gormoni oshganini belgilari qanaqa bo'ladi? Ularda ham soch to'kiladi, qorni chiqib ketadi, vazn qo'shaveradi va eng asosiysi ayollarda ko'kragini siqqanda ajraladi. Hattoki sut ham ajralishi mumkin. Bu eng yomoni. Agar emizmaydigan ayolni ko'kragidan sut keladigan bo'lsa, sut yo'llari kengaygan bo'ladi. Sut yo'llari kengayganning hisobiga ham keyinchalik u yoqda kistalar, fibrozli, kistozli mastopatiyalar, xavfsiz o'simtalar paydo bo'lishi mumkin. Va любой payt bu xavfsiz o'simtalar xavfliga aylanib ketishi mumkin ayollarda. Ayollarda ham xuddi shunaqa prolaktin oshdimi, bo'ldi. Hech qachon jinsiy yaqinlikka bo'lgan xohish yaxshi bo'lmaydi, tushib ketadi. Va ayollarda prolaktin gormoni oshib ketgan bo'lsa, hayz sikli regularniy bo'lmaydi va bitta gormonni buzilishi qolgan hamma gormonlarini buzilishiga olib keladi. Va kimda prolaktin gormoni oshib ketadigan bo'lsa, ayollarda homiladorlik ham kuzatilmaydi. Va aynan shu prolaktin gormoni ayol va erkaklarda ortishi ikkalovligida ham bepushtlikka olib kelishi mumkin. Ana endi prolaktin gormonini qanaqa normaga keltirish mumkin? Prolaktin bu gipofiz bezida ishlab chiqariladigan gormon hisoblanadi va bu gormon qachon buziladi, qachon ortib ketadi? Qachonki yarim kechasigacha uxlamasangiz, kim yarim kechasi uxlaydigan bo'lsa, aniq prolaktin gormoni oshib ketadi. Shakar yesa, bo'lar bo'lmas uglevodlarni iste'mol qilsa va jismoniy harakati kam bo'ladigan bo'lsa, o'tirib ishlaydigan bo'lsa, mana shu kam harakatda bo'ladigan, kam yuradigan, yarim kechasi uxlaydigan, shakar yeydigan insonlarda prolaktin gormoni oshib ketadi va shuni hisobiga qolgan gormonlar ham buzilib va jinsiy yaqinlikka bo'lgan xohish kamayib, yo'qolib ketadi. Ana endi prolaktinni qanaqa normaga keltiramiz? Albatta, sekin-sekin vaqtida bog'li uxlashga odatlanish kerak bo'ladi. Ikkinchisi, sog'lom turmush tarzi. Harakatingizni ko'paytiring, yuring, yuguring. Eng kamida kuniga 6000 qadam yurishingiz kerak bo'ladi. Va uchinchisi bo'lsa, albatta, ratsioningizdan o'sha sodda bo'lgan, zararli bo'lgan mahsulotlarni, uglevodlarni chiqarib tashing. Uning o'rniga prolaktin gormoningizni yaxshi ishlatadigan foydali yog'lar, foydali o'simlik yog'lari, foydali hayvon yog'lari, dumba, jizza, salatligi bo'lsa, zaytun yog'larini qo'shib turib iste'mol qiling.
qancha siz foydali yog'larni iste'mol qilsangiz, shuncha jinsiy gormonlaringiz, qolgan gormonlaringiz yaxshi ishlaydi. Mana shu 3 ta aytib o'tganlarimni albatta qiling. Vaqtida uxlash, harakat va to'g'ri ovqatlanish. Shu 3 ta aytganlarimni o'zidayoq sekin-sekin prolaktin gormoningiz normaga keladi va albatta jinsiy yaqinlikka bo'lgan xohishingiz normaga kelib ortadi. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa va bundan ham ko'proq foydali videolarni ko'rishni xohlaydigan bo'lsangiz, albatta profilimga obuna bo'ling.